красавица стареет. Глаза сурмою подведя, когда вы самые красивые в Москве. Спасибо большое. Спасибо. Желаю вам счастья и здоровья. Moskva uka-bu. Bizdaymi? Birovni agar o'tiga ko'zarattirish yo'q. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum aziz vatandoshlar. Bugun sizlar bilan Rossiyaning poytaxti bo'lmuş Moskva shahrida diydor ko'rishayotganimizdan benihoya xursandmiz. Avval boshi hammalarni kirib kelgan Qurbon hayit bayrami bilan chin yuragidan tabriklaymiz. Hammalarni kasb-korlarga baraka, oilalarga tinchlik, o'ylagan yaxshi niyatlaringizga yetishinglarni chin yuragidan Allohdan so'rab qolamiz. Bugun sizlar uchun o'zbek xalqini faxri xushovoz xonanda Alisher Navoiy nomli davlat mukofotining laureati, O'zbekiston xalq hofizi, ustoz, san'atkor Sherali Jo'rayev xizmat qiladilar. Konsertimizni boshlar ekanmiz. Men sizlarga avval boshi yaxshi kayfiyat tilamoqchiman. Nazarimda bugungi tomoshamiz ancha uzoq davom etadi. Qo'rqmasdan joylashib o'tirib olinglar. Xo'p, yo juda kechga qolmaysizlar. Bu yerdan chiqishimizga metrolar yurishni boshlaydi, xudo xolisa. O'sha uchun bemalol yaxshi o'rnashib olgan bo'lsanglar bo'ldi. Endi shoshadigan joylar yo'q. Hammanglar bir joydasizlar. Biz umuman shoshmaymiz. Bizning samolyotimiz 2 kundan keyin uchadi. Shuning uchun nazarimda juda bir yayrab dam olamiz. Xudo xolisa chiroyli kuy, qo'shiq, ajoyib raqslar bugun tomosha davomida sizlarni tark etmaydi. Bitta mana ayollarimiz ham o'tiribdi, baraka topsin. Men o'zim umuman xursand bo'laman. Shu konsert qo'ysak Toshkentda ham, masalan, ochiqni aytish kerak. Oh, baqirib bolam. Bolalar ham yaxshi ko'radi. Men taniysan meni? Taniydi. Yoshing nechida deydi bittasi. Men aytdim, men o'zim ham bilmayman yoshim nechidaligini. Ko'p aytdim, bir 60 ga chiqqan odam, Obid aka. Obid aka, to'yimizga borib bering, Obid aka. Iltimos, 60 yoshli odam meni aka deyapti. Ancha katta kishi bo'lib qolman shekilli. Galstonlarni taqib o'zimcha chiroyli bo'lib katta kishiga o'xshab ko'chaga chiqsam, men bu kamizga o'xshagan bitta 3 yoshar bola keladi. Qaraysan, Obid, o'tib ketadi. Ustizga bir chelak sovuq suvni qo'yib. O'sha uchun necha yoshligingizni ham bilmay qolasiz-da. Lekin konsert beramiz, mana Toshkentda ham doim chiqib konsert berib turamiz. Men o'zimcha aytamanki, shu ayollarni agar meni qo'limda bo'lsa, har biriga bittadan haykal qo'yardim. Chunki erkakni konsertga o'zi aslida ayol olib keladi. Masalan, konsert tamom bo'lgandan keyin ko'chaga chiqib sekin gaplashamiz, tanishlar bilan. Erkaklardan so'rayman, "Qalay bo'ldi konsert?" desam, "Ha, bo'ladi. Chidasa bo'ladi." Yo'q, nimaga? Ha, endi konsertda nima endi, voy. Shuni o'rniga shu pulga choyxona deb oshqi yesa bo'lardi maza qilib. Ahop, nimaga keldingiz? Choyxonada oshqi yesa bo'lar ekan, shu pulga nimaga keldingiz? Voy, men kelmasdim ikki dunyoda. Xotin qo'ymadi, suvalash. Olib kelgin dedi, olib keldim endi. Bir yilda bir marta shunaqa o'tlatib qo'yaman, bo'ldi shu bilan. Bir yil ko'chaga chiqish yo'q. Ayollar yaxshi, ayollar. Konsert qalay bo'ldi desam, bir ayol, endi Toshkentdagi eng katta saroyi bilasizlar, haligi 4200 ta odam sig'adi, Xalqlar do'stligi saroyi. Qalay bo'ldi konsert desam, "Obijon, отличный kontsert, просто бесподобный. Gap yo'q, rahmat sizga. Dushmanlarim o'ldi. Ikkitasini skoriy olib ketdim. Uchtasi menimcha точный infarkt bo'ldi. Uyga borib mazasi qochadi, точный. Men aytdim, "Qanaqa dushmanlar? Men tushunmayapman" desam, "Voy, bilasizmi, bugun sizning konsertingizga atilab akangiz $250 ko'yni olib berdilar. O'sha ko'ynini kiyib keldim men konsertga. Konsert ko'rdim. Yo'q, ko'rmadim. Men koridorda yurib chiqdim yo'dan bu yoqqa. Dushmanlarim mazasini qochirdi.
qiziq narsada kampirlardan so'raysiz, kampirlardan qalay bo'ldi konsert siz? Kampirlar voобще dahshat. 1 soat duo qiladi. Ilohi amin, Obidjon bolam umringiz uzoq bo'lsin, tanijoning sog' bo'lsin, turposing oltin bo'lsin. Bola chaqangga bosh bo'lgin, hech qachon kasal bo'lmagin, bo'ylaring o'sib ketsin. Katta yigit. Stop, buvijon. Qatag'ani keyin eshitamiz. Konsert qalay bo'ldi? Yaxshi bo'ldi bolam, yaxshi. Qancha bo'ldi konserting? 2 soat gapirdim. 2 soat gapirdingmi, juvarmay? Voy, magnitofonim 2 soat gapirmaydi-yu, ha? Sen 2 soat gapir, jag'ing og'rimadimi, ha? Yo, eshitdingizmi? Yo, maza qildim bolam, maza. Voy, shunaqa uxladim, shunaqa. Nima qildim? Uxladim. O'yda uxlamayman, nevaralarim xalaqit qiladi. Mazza qilib uxladim, voy, zollaring bir yaxshi ekan, muzdekkina tashqari isi yotibdi bolam. Voy, yayradim. Ayniqsa, bolam, konsertingda hammasi biruv, ana maroj deysiz yoqdi menga, maroj deysiz. Do'st O'zbekiston xalq hofizi ustoz san'atkor Sherali Jo'rayevni sahnaga taklif qilamiz. Marhamat. Onagina Darlamam günler kildi şafakları al Bu günlerge yetkenler var Yetmegenler var Şar tarafta şeyleşer ve sözleşer tar Olça günün közleringe sürtesem bir har Bu küllerge yetkenler var Yetmegenler var Bağlarında yetilgüsü her meyveli şah Rızktır bizge Rızka daim dil ilinçlidir Oğlanların keler bana açıp kucak Oğul kızlar meyve kebi bir şirinlidir Anaginem O'zing tortma davralardan el chorlaganda Tiriklikning bayrami deb sozlaganda toray O'zing so'lg'in lablar bilan pichirlaganday bu kunlarga yetganlar bor yetmaganlar bor o'zing so'lg'in lablar bilan pichirlaganday bu kunlarga yetganlar bor yetmaganlar bor Teşekkürler. Teşekkürler.
Gülmese ketkeymiken taşlar iri Söhbetinden bahra alsam ultri Ne bo'lar kelsen quchog'imga kirib gulbadam Aytınık aydın da aydır ak yüzün Şarkırap saydan da şöhrap bir sözün Gözlerimge tütüyor bosgan izin Ne bo'lar kelsen quchog'imga o'zing gulbadam 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 Ne bo'lar kelsen quchog'imga o'zing gulbadam Gülbeden gül hemzin asamızın Köy kuşuk ahengizin asamızın Telde dermanım seninsiz Yok değil Ne bo'lar jondek kirib kelsang o'zing gulbadam gulbadam Ne bo'lar kelsen quchog'imga o'zing gulbadam Ne bo'lar kelsen quchog'imga o'zing gulbadam
bahor ayyomidir dag'i yigitlikning yomonidir ketir soqi sharobina lekin ishrat zamonidir sara zari la yaşaylidin yürür gülgün yahi sani çaman çehresiden arvanidir yanasa şaman buldu münakaş renk güllerdim münakaş renk güllerdim meğer kim müsünnenim نقاش رنگ امتحانی رنگ امتحانی بهار ایامدر دقیق yüzüne sarı hayatım gül şenine taze gülzar kadın gül hayatım var serir manidir Neyirde bulsayı gül andadır çün can babur
kim andajon ne yerda sen ey gül andadır kim canı bağırning kim canı bağırning garibinga tarafım ay ya belkim andajon kim andajon bahar ayyamıdır dağı yiğitliğinin alanıdır bahar ayyamıdır dağı yigitlikning avonidir ketir savqi sharobina kim ishrat zamonidir Barakallah. Vay 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 vay. Barakallah. Tarihindir min asirler İçrab pinhan o'zbegim senga tengdosh qomiru oqsoch tiyon shon o'zbegim söylesin Afrasiyab söylesin ürhün hatim köhne tarih şadasida bitta marjon o'zbegi البروني الحارزمي الفراد أولاد دم أصلي نسلي بلكي أزلق بلكي تارهان أزبقم قيصر روم نيزسيدم دغردا داغزردا چنگزو باتو تغيگه köksi qalqan o'zbegi
علی شیر نرسیگه اکسره بردی جهان şeriyat mülki de buldun Şah-ı Sultan Özbegim Tüzdü Mirza Ulug'bek Köremanın cedveli Sirli osmon toqiga in Haydi narvon o'zbegim Tog'laring tegrangda go'yo bo'g'ma ajdar bo'ldilar Nalishingdin Hindu Afg'on chekdi nolon o'zbegim Beşer farzandım Lekin avval senga bo'lsa sodiq o'g'lon o'zbegim boshda do'pping oz yurarsa gerday olam uzra nomi ketgan O'zbekiston o'zbegim olam uzra nomi ketgan O'zbekiston o'zbegim
qarindosh bo'ldilar. Tojiku, o'zbeku, rus ham qon qarindosh o'zbegi. Qasidam senga halqim oqstu tuz hurmati erkin o'g'lingman qabul et o'zbegim jon o'zbegim necha ming yildir ki birga qon qarindosh bo'ldilar. Necha ming yildir ki birga qon qarindosh tojigim ham o'zbegim. Ko'p jahongir ko'rgan bu dunyo, jahongir ko'rgan bu dunyo, barchasiga guvoh yer osti. Lekin do'stlar, she'r ahli aro jahongir kam bo'lar rosti. Asrki nazmi sarayni titratadi zanjiri band bir she'r. Teymur tig'i yetmagan joyini qalam bilan oldi Alisher. Dünya buldu çamenim benim, dünya buldu çamenim benim. Özbekistan vatanım benim. Amerika sehrli diyar, uxlar edi Kolumb ham hali. Dengiz ortin yoritdi ilk bor Beruniyning aql mash'ali. Christopher Kolumb
bizi Hazrat Beruniyning kitobini o'qib Hindiston degan mamlakatda borligini bilgan ekan. U taqsirimiz rahmat, tashakkur. Barakalloh. Beruniy Hazrat Kalum tug'ilmasidan bir 500 yil avval yashab, bir dengizni ortida shu bir quruqlik borligi va u joyda albatta odamlar yashashi va ularni yuzlari, taqinchoqlari to'g'risida ma'lumot bergan ekanlar. Shuni eshitib, o kishim safarga chiqadilarda o'sha joyga bordim deb Amerika qit'asiga borib oladilar. Va o'zlari bilmagan holatda shu diyorda shu qit'ani ochgan bo'ladi. Bu paytda Hazrat Beruniyni o'sha Hazrat Beruniyni kitobi o'qilmaganda balkim Amerikani bugun yo ertaga yo indinga kimdir ochgan bo'lardi. Xullas, mana shu hozirgi aytiladigan to'rtlikda Abdulla Oripov shunday demoqchi. Amerika sehrli diyor, uxlar edi Kalum ham hali, dengiz ortini yoritdi ilk bor Beruniyning aql mash'ali. Kalumda bor alamim menim, O'zbekiston vatanım menim. Sarban, ahiste yür, aram canım doğradır. Tendel dili canım olup, Dilistanım doğradır. Kalır mı min ağız bulup, biçareyim meyus bulup, kalbim frak tigitilim, ta üstühanım baradır. Oy sarban, oy sarban, ahiste yürü, aram canım baradır. Serkeşligarımdan cüda, ey şu kararım bir baka, ben kaldı ateşlik kara,
tut bir laqanim boradir çeksimde zulm bidadim hem va'dalar berbadim ko'ksimda tutgin yodini dinu imonim boradir hey sarban oy sarban oyista yur orom jonim boradir oy sarban oyistarım arami canım meyrevan to'xtat biroz ey sarban to'xtat biroz ey serviraman eşkida can tenden imanım boradir hay gözlerimge koy ayak hey dil firib ketme yiroq toqatni qo'ymas bu firoq dinu imonim boradir qilma fig'on ey sadiyo hech arzimas bu bevafo qilma fig'on ey sadiyo hech arzimas ul bevafo toqatni qo'ymas bu jafo dinu imonim boradir oy sarban oyistaron orom jonim mehraban ey sarban oy sarban ohista yur orom jonim boradir Kervan gördüm tüyeleri bozuk gelir Nar tüyede beni yarım izlep gelir Benge bir gövdeleri isten çıkayım Ostanası tilla yurtun közlep gelir
doktor. Yığlama gül yığlagandan dünya bezor. Oynab oynab kulib kulib ketayvergin. G'amga kimdir xaridordir, kimdir bozor. Peshonangga yozganidan ayrilmayor jonim chiqar. Qo'shib aytsam qayrilmayor. Kız aldatsa yığlama gül yığlagandan dünya bezor. Oynab oynab kulib kulib ketayvergin. G'amga kimdir xaridordir, kimdir bozor. Peshonangga yozganidan ayrilmayor jonim chiqar. Qo'shib aytsam qayrilmayor. Özge yurtta kelin bo'lib qolishing bor. O'zga yurtda o'z yurtingni eslab turgin. Menga emas tuprog'ingga bo'linsa. Peshonangga yozganidan ayrilmayor jonim chiqar. Qo'shib aytsam qayrilmayor. Kervan ko'rdim o'talarni ko'zlab kelib. Ortiyada meni yorim izlab kelib. Menga bergan va'dalari esdan chiqib, ostonasi zilloy izlab kelib. Bülbüller içinde tinmez zamanman. Hamon yoningdaman, tanangda jonman. Agar oshiqlaring 10 mingta bo'lsa, bilgilki alarni sardormenman. Bilgilki alarni sardormen mana.
istagi tutmoq qo'ldim istagim totmoqlik labdagi goldan oshiqlaring kelsa yarmingta yo'ldan Leningraddan keldi shu yigit qarsay shu yigitga oshiqlaring kelsa yarmingta yo'ldan bilgilki eng avval kelganing men mana sevgiga sodiqlik shartini qo'ysang shartni bajarmasni yoningdan quvsang agar 10 mingtadan 100 ta qoldirsang bilgilki 100 tadan bittasi men mana keksalik degan so'z joyi olsa dildan yigitlik quvvati ketsa ham bildan her kun gül alsang sen yer 10 qo'ldan bilgilki eng avval gül tutgan men sen agahan senden yüz ögürse hatta o king cahan aşıklardan kalsa bir nefer inan qolgan şula aşığın bilgil kimin bana Gözlerin bir mahal yoshlarga to'lsa agar düşmanlaring ustingdan kulsa oshiqlaring agar hech kelmas bo'lsa marhum u Rasul Hamzat bilgil ki menman bülbüller içinde tanımaz zamanman hamon yoningdaman
tanangda jonman. Agar oshiqlaring 10 mingta bo'lsa, bilgilki alarning sardori menman. Я пью за молодости, за седины, за терпеливых женщин наших гор, которые многих из нас мужчин ценить не научились до сих пор. Hop. Mana da bitta Ozarbayjon barodarimiz o'tirgan ekan. Shirali deyapti. Kim ekan desam bu ekan. Ne istersen. Muhammed istersen, ne istersen. Saralmışam, solmuşam ceyran. Bulut kimi dolmuşam ceyran. Ağlamayın, eyleyin ceyran. Ben senden ayrılmışam ceyran. Mani.
seni, sevirem seni, seni. Meni incitme Ali, Ali. Ayrılmaz, ayrılmaz bulsa da sebepleri. Kanatlarını kayırır ayrılık sebepleri. Su yüzünde yalnız akış kayrılgan kanatları. Su yüzünde yalnız akış kayrılgan kanatları. Kanatlarını kayırır ayrılık sebepleri. Kanatlarını kayırır ayrılık sebepleri. Ayrılmaz, ayrılmaz bulsa da sebepleri. Hey! نمک در کام ها شیرین تر از شهد و شکر گردد. جگرها خون شود تاید پسر مثلی پدر گردد. پدر از شهر دل در یکی دستی پسر گیرد به امید که در پیری پسر دستی پدر گیرد. سفید داری برد یک نغز صد برگ تر دارد. جگرها خون شود تاید سر. اگر فرزند قابل رفت از حالش خبر گیرد ولی فرزند ناقابل گریبانی پدر گیرد. ولی
فرزند ناقابل گریبانی پدر گیرم نمک در کام شیرین تر از شهد و شکر گردد جگرها خون شود تا یک پسر پدر گیرد. تشکر. تشکر تشکر تشکر. اوه 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 اوه. آه 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 بارک الله. آه من aytsak-ne. Xo'p, mana endi o'zbek, tojik birodarlardan ham ozgina qutulganday bo'ldim. Biz doimo bir-birimiz bilan ajramaymiz hech qachon. Biz hammamiz o'rismi, tojikmi, o'zbekmi, qozoqmi, qirg'izmi, bitta otadan, bitta onadan tarqaganmiz. Shuni esdan chiqarib qo'ymasak bo'ladi. Ha, mana shu yigitni iltimosiga binoan Hofiz Shiroziydan bir narsa o'qiymiz. Obidxon هرگز نکنه یاد من او شمیچگی هرگز نکنه یاد من او شمیچگی نزدی من اگر چه است کاری مشکل بیا هرگز نکنی یاد منو شمی چگل tushunmayapti keyin tushuntiraman buni nazdi man agar chast kori mushkil دردی که من از غم تو دارم در دل من دانم و دل داند و من دانم و دل سیلاب گرفت گردی ویرانه عمر
بیدار شو ای خواجه که خوش خوش بکشه حمال زمانه رفت از خانه عمره. حافظ شیرازی bunday deyapti birodar. Ha, tushunib oling. Cho'llardagi, adirlardagi, qirlardagi cho'ponni uyini ko'rganmisiz? Loydan qurilgan. Shuni umringni deydi, atrofini shu loydan qurilgan uyga o'xshatyapti. Shu uyingni atrofi, ya'ni umringni atrofini sel olyapti deydi. Hali nurab ketayotgan uy bor-ku. Umringni atrofini sel olyapti deydi. Soqollarga oq tushishi, sochlarini tushishi, mana bu bo'yalgan sochlarni ham oqarishi. Yo'q, ma'nikilar. Ha. Xullas, mana shu narsalar paymonani yaqinlashayotganidan darak beradi. Dunyoda bir narsa bor deydi. Bir hammol bor deydi, umrni ko'tarib olib ketadigan deydi. Ana shu deydi, seni har xil narsalarga, chiroyli gaplarga, qiziq gaplarga, xonimchalarga, yana bir narsalarga, pulga, boshqa narsaga ovora qilib qo'yib, umringdan ozgina ko'tarib ketyapti deydi. Shuning uchun bu yog'iga endi uxlamagin endi. Ibodatingni qil, bu yog'iga yaqinlashib qolyapti deydi. شبایم هر شبایم اگر از برزنی از بام بیایم شبایم نیم شبایم هر شبایم اگر از برزنی از بام بیایم اگر ما ارلا برند هر بمایم گزانو گرن آیم به وفایم شرابم چنین بیگانه گشتی شراب دل چنین دیوانه گشتی که را دیدی کجا رفتی چه کردی که در عالم چنین افسانه گشتی شبایم نمی شبایم هر شبایم اگر از در زنی از بام بیایم شرابا دل چنین دیوانه که را دیدی کجا رفتی چه کردی که در عالم چنین افسانه گشتی
dardan yazmam diyor. Şaboyam, şaboyam, her şaboyam. Eğer az dardan yazmam diyor. Eğer bu arabıran her de koy. Eğer bu arabıran her de koy. Göz ne oyan bir vafayım. Göz onu gelme oyan bir vafayım. Красавица стареет. Глаза сурмою подведя. Когда Вы самая красивая в Москве. ужас онемеет. Спасибо большое. Спасибо. Желаю вам счастья и здоровья. Hayır, hayır. Bu Moskva uka bu. Biz deymi? Birovni agar o'tirib so'raytirishib. Dunyoda eng aqlli inson Nasriddin apandi bo'lgan. Bilasizlarmi kimga uylangan Nasriddin apandi? Nasriddin apandi uylanibdi. To'y bo'lgan, zo'r to'y. Katta artistlar xizmat qilibdi, boshqa o'pdi. To'ydan keyin o'zbekchilik endi o'rtoqlari yig'ilib, to'yda yurganlar kelinning qo'lidan bir pela choy ichaylik. Odat bor-ku, kelinning qo'lidan choy ichish. Kelibdi endi. Kelinni ko'rdi-da. Kechirasiz, Nasriddin aka, esiz joydami? Ama qaramasdan uylavergan ekansiz-da. Nima qilibdi? Endi aka, bunaqa bo'lmaydi, shunaqa hurmatli odam, butun dunyo taniydi Nasriddin apandi. Olgan xotiningizni qarang. Nima yomonmi? Endi yomon ham deb bo'lmaydi-ku, aka, g'alati deb. Balakan. Shunga o'ylandingizmi? Odam qurib qolibdi-da. Nima qilibdi? Nima qilibdi deysiz, qarang. Boshida chochi yo'q, kal. Ko'zi g'ilay. Bir oyoqdan kalta. Quloq yaxshi eshitmas ekan. Bunisiga tutilib gapirishini qarang. Bir normallik xotin yo'qmidi sizga? Desa, menga qaralaring, eng zo'r xotin mana shu bo'ladi debdi. Qanaqasiga desa, bosh kal, zo'r ukam. Zo'ru. Shampun kerak emas. Merxit yo'q. Ha? Boshi chang bo'lsa, lattan olasan, bitta artishsa yaltillab turaveradi. Uyda lampochka ham yoqmaysan, maza yo'q. Elektr energiya ekonom qilasan, ukam. Ha, bundan ortiq xotin bor. Ha, ko'zi g'ilay deysan. Nima qilibdi ko'zi g'ilay? Zato pastdan bitta ko'zi senga qarab turadi. Bittasi boshqa qarab turadi. Ha, zo'ru. Ha, bir oyog'idan kalta. Nima qilibdi ukam? Zo'r. Ha, shu bir oyog'ini kaltaligini hisobiga uydan uzoqqa keta olmaydi. Eshiqdan chiqarib yuborgan. Bitta oyoq kalta-yu. Mana shunaqasiga uyga bitta aylanadi. Yana qaytib shu uyga kiradi. Maza-yu. Ha, qulog'i yaxshi eshitmaydi. Voy, qulog'i eshitmagani ma'qul. Yonida nima xohlasang gapirasan. Maza. Ha, uni ustiga tutiladi desa, endi uka, voy, shuncha yaxshi taraf bo'lgandan keyin, bitta aybi bo'lsa nima qilibdi endi. Eng dahshati Nasriddin apandning xotini 3 oyda tug'ib beribdi, palakatni qarang. 3 oyda tug'ib beribdi. Raddonga borib, bukir padaringa la'nat. Sharmanda qildik odam. Voy, men qanaqa bosh ko'tarib yuraman. 3 oyda ham tug'adimi, ha? Nima qilibdi? Yo, palakat, erkakman men, o'rtoqlarim ustimdan kulyapti. Siz matematikani bilmaysiz. Yo, matematikaning nima aloqasi bor? Menga qarang, ey, erkak. Siz menga uylanganingizga necha oy bo'ldi? 3 oy. Men sizga erga teganimga necha oy bo'ldi? 3 oy. Ikkalamiz birga yashayotganimizga necha oy bo'ldi? 3 oy. Hammasini qo'shsa qancha bo'ladi? 9 oy. Kecha oqshom
oy bo'zarib o'tganda zuhro yulduz miltirab rahmda o'tganda ruhimda bir mayuslik sokinlik uyg'otganda men seni esga oldim birinchi muhabbatim eslab xayolga qoldim birinchi muhabbatim o'tdi yoshlik zavq bilan yoshi to'polon bilan gohida yaxshi bilan gohida yomon bilan ayrohim tushdim ba'zan qalb bilan iymon lekin seni yo'qotdim birinchi muhabbatim mangu g'aflatda qotdim dünya degan shundayim anglab bo'lmas sir ekan yoh keng ekan yohida tuynuksiz qasir ekan lekin inson hamisha bir hisga asir ekan nechun bilmovdim avval birinchi muhabbatim parvo qilmovdim avval yo'lini yo'qotsa odam muhabbatga suyangan g'ussaga botsa odam muhabbatga suyangay chorasiz qotsa odam muhabbatga suyangay meni kimga suyangayman birinchi muhabbat faqat eslab yongayman eslab bag'rim yongayman eslab bag'rim yongayman
nido bergil qaydasan sharpanga quloq tutdi sirli tushlar ko'ribman var dunyoni unutdim tongda turib nomingga ushbu shirinlik bitdim tongda turib nomingga ushbu shirinlik bitdim dildagi ohim mening birinchi muhabbatim yolg'iz Allohim mening birinchi yolg'iz Allohim mening halbuki orzulardan juda ham bo'lganim yo'q oy kabi to'lganim yo'q yulduzdek so'nganim yo'q erta xazon gul kabi sarg'ayib so'lganim yo'q faqat eslab yig'layman birinchi muhabbat eslab bag'rim yig'layman eslab bag'rim yig'layman eslab bag'rim birinchi Bülbüller içinde tinmez zamonman hamon yoningdaman tanangda jonman agar oshiqlaring 10 mingta bo'lsa bilgilki alarni sardorim menman bilgilki alarni sardorim mana qo'llarim istagi tutmoqu qo'ldim istagim totmoqlik labdagi bo'ldim oshiqlaring kelsa yarmingta yo'ldan Leningraddan keldi shu yigit qarsay shu yigitga oshiqlaring kelsa
yarmingta yo'ldan bilgilki eng avval sevgiga sodiqlik shartini qo'ysang, shartni bajarmasni yoningdan quvsang, agar 10 mingtadan 100 ta qoldirsang, bilgilki 100 tadan bittasi men mana. Keksalik degan so'z joyi olsa dildan, yigitlik quvvati ketsa ham bildan. Her gün gül alsan sen yer 10 qo'ldan, bilgilki eng avval gül tutgan menman. Kılsan agahan senden 100 ögürse, hatta king cahan aşıklardan kalsa bir nefer inan, qolgan şu aşığın bilgil kim men mana. Gözlerin bir mahal yaşlarga to'lsa, agar düşmanlaring ustingdan kulsa, aşıqlaring agar hech kelmas bo'lsa, marhum u Rasul Hamzat bilgilki menman. Bülbüller içinde tanımaz zamanman, hamon yoningdaman, tanangda jonman. Agar oshiqlaring 10 mingta bo'lsa, bilgilki alarning sardori menman.
Canonga bording bir kecha. Bir bosib astog'ina. Canon yotir noz uyquda cherting eshik astog'ina. Seskandiyu kimsan dedi. Og'am yotir bunda dedi. Bilsa seni ham o'ldirir. Qo'ymas ani bundagina. Bilsa seni ham o'ldirir. Qo'ymas ani bundagina. Deding sadog'ang bo'loyin bir bo'lsa bergil jon uchun. Dedim sadog'ang bo'loyin bir bo'lsa bergil jon uchun. Bersam beroyin jon uchun deding, qilma tovush astog'ina. G'ayradan badam orom jonsan man. G'ayradan badam zamonsan man. Deding yana bir bo'lsa ber. Deding yana bir bo'lsa ber. Deding uyoting yo'q ekan. Qaydan kelibsan shunda ketgil dedi astog'ina. Deding yana bir bo'lsa ber. Obtuega. Obtuega. Bu tovarqaga o'g'ri tushganga o'xshayapti. Tovarqaga. Mana, nega qara? Saqat deyapsan o'zi. Nega qara uka? Bu Moskva uka bu. Bizdaymi? Birovni agar o'tiga ko'z olaytirish yo'q. Cho'tda вообще делаешь? Kenal Jalib.
hamma o'ylagan yaxshi niyatlaringizga yetinglar. Biz sizlarga xayr demaymiz, ko'rishguncha deymiz. Sog' bo'linglar. Спасибо за внимание. До новых встреч. Salomat bo'linglar. Aytınık aydındı aydır ak yüzü Şarkırap saydan da şöhrap bir sözü Gözlerimge tütüyor Bosgel izin Ne bo'lar kelsang shomimga o'zing gulbadan gulbadan gülmeden ne bo'lar kelsen quchog'imga o'zing gulbadan Gülbeden gülhamızın asamızı Köy kuşu ahangızın sasamızın Telde dermanım seninsiz Yok değil ne bo'lar jondek kirib kelsang o'zing gulbadan ne bo'lar красавица стареет. Глаза сурмою подведя, когда Вы самые красивые в Москве. ужас онемел,
Спасибо. Желаю вам счастья и здоровья. Moskva uka bu. Biz deymi? Birovni agar o'tiga ko'zarattirish yo'q. Cho'p qolsin dedi. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum aziz vatandoshlar. Bugun sizlar bilan Rossiyaning poytaxti bo'lmuş Moskva shahrida diydor ko'rishayotganimizdan benihoya xursandmiz. Avval boshi hammanglarni kirib kelgan Qurbon hayit bayrami bilan chin yurakdan tabriklaymiz. Hammanglarning kasb-koringlarga baraka, oilalarga tinchlik, o'ylagan yaxshi niyatlaringizga yetishinglarni chin yurakdan Allohdan so'rab qolamiz. Bugun sizlar uchun o'zbek xalqini faxri Shavos xonanda Alisher Navoiy nomli davlat mukofotining laureati, O'zbekiston xalq hofizi, ustoz, san'atkor Sherali Jo'rayev xizmat qiladilar. Konsertimizni boshlar ekanmiz. Men sizlarga avval boshi yaxshi kayfiyat tilamoqchiman. Nazarimda bugungi tomoshamiz ancha uzoq davom etadi. Qo'rqmasdan joylashib o'tirib olinglar. Xo'p, yo juda kechga qolmaysizlar. Bu yerdan chiqishimizga metrolar yurishni boshlaydi, xudo xolasa. O'shaning uchun bemalol yaxshi o'rnashib olgan bo'lsanglar bo'ldi. Endi shoshadigan joylar yo'q. Hammanglar bir joydasizlar. Biz umuman shoshmaymiz. Bizning samolyotimiz 2 kundan keyin uchadi. Shuning uchun nazarimda juda bir yayrab dam olamiz. Xudo xolasa chiroyli kuy, qo'shiq, ajoyib raqslar bugun tomosha davomida sizlarni tark etmaydi. Bitta mana ayollarimiz ham o'tiribdi, baraka topsin. Men o'zim umuman xursand bo'laman. Shu konsert qo'ysak Toshkentda ham, masalan, ochiqni aytish kerak. Oh, baqir bobolar. Bolalar ham yaxshi ko'radi. Men taniysan meni? Taniydi. Yoshing nechida deydi bittasi. Men aytdim, men o'zim ham bilmayman yoshim nechidaligini. Ko'p aytdi bir 60 ga chiqqan odam, Obid aka. Obid aka, to'yimizga borib bering, Obid aka, iltimos. 60 yoshli odam meni aka deyapti. Ancha katta kishi bo'lib qolman shekilli. Galstonlarni taqib o'zimcha chiroyli bo'lib katta kishiga o'xshab ko'chaga chiqsam, bu ukamizga o'xshagan bitta 3 yoshli bola keladi. Qalaysan, Obid? O'tib ketadi. Ustingizga bir chelak sovuq suvni qo'yib. O'sha uchun necha yoshligingizni ham bilmay qolasiz-da. Lekin konsert beramiz, mana Toshkentda ham doim chiqib konsert berib turamiz. Men o'zimcha aytamanki, shu ayollarni agar meni qo'limda bo'lsa, har biriga bittadan haykal qo'yardim. Chunki erkakni konsertga o'zi aslida ayol olib keladi. Masalan, konsert tamom bo'lgandan keyin ko'chaga chiqib sekin gaplashamiz, tanishlar bilan. Erkaklardan so'rayman, "Qalay bo'ldi konsert?" desam, "Ha, bo'ladi." Chidasa bo'ladi. Yo'q, nimaga? Endi konsertda nima endi, voy. Shuni o'rniga shu pulga choyxonada bitta oshqi yesa bo'lardi maza qilib. Ahab nimaga keldingiz? Choyxonada oshqi yesa bo'lar ekan shu pulga. Nimaga keldingiz? Voy, men kelmasdim ikki dunyoda. Xotin qo'ymadi suvalash. Olib kelgin dedi, olib keldim endi. Bir yilda bir marta shunaqa o'tlatib qo'yaman, bo'ldi shu bilan. Bir yil ko'chaga chiqish yo'q. Ayollar yaxshi, ayollar. Konsert qalay bo'ldi desam, bir ayol, endi Toshkentdagi eng katta saroyi bilasizlar, haligi 4200 ta odam sig'adi, Xalqlar do'stligi saroyi. Qalay bo'ldi konsert desam, "Obijon, отличный kontsert, просто бесподобный. Gap yo'q, rahmat sizga. Dushmanlarim o'ldi. Ikkitasini skoriy olib ketdim. Uchtasi menimcha точный infarkt bo'ldi. Uyga borib mazasi qochadi, точный. Men aytdim, "Qanaqa dushmanlar? Men tushunmayapman" desam, "Voy, bilasizmi, bugun sizning konsertingizga atilab akingiz $250 ko'ynak olib berdilar. O'sha ko'ynakni kiyib keldim men konsertga. Konsert ko'rdim. Yo'q, ko'rmadim. Men koridorda yurib chiqdim yo'qdan bu yoqqa. Dushmanlarim mazasini qochirdi." Qiziq narsa-da, kampirlardan so'raysiz, kampirlardan. Qalay bo'ldi konsertsiz? Kampirlar vo'sha dahshat. 1 soat duo qiladi. Ilohi amin, Obidjon bolam, umringiz sog' bo'lsin, tanijoning sog' bo'lsin, turposing oltin bo'lsin. Bola chaqangga bosh bo'lgan, hech qachon kasal bo'lmagin, bo'ylaring o'sib ketsin. Katta yigit. Stop, buvijon. Qatag'ani keyin eshitamiz. Konsert qalay bo'ldi? Yaxshi bo'ldi bolam, yaxshi. Qancha bo'ldi konserting? 2 soat gapirdim.
2 soat gapirdingmi Juvarmay? Voy, magnitofonam 2 soat gapirmaydi-yu, ha? Sen 2 soat gapir, jag'ing og'rimadimi? Yo, eshitdingizmi? Yo, maza qildim bolam, maza. Voy, shunaqa uxladim, shunaqa. Nima qildim? Uxladim. Uyda uxlamayman, nevaralarim xalaqit qiladi. Mazzaqa uxladim, voy, zonlaring bir yaxshi ekan, muzdekkina tashqari isi yotibdi bolam. Voy, yayradim. Ayniqsa, bolam, konsertingda hammasi biru, ana marojniysi yoqdi menga, marojniysi. Do'st O'zbekiston xalq hofizi ustoz san'atkor Sherali Jo'rayevni sahnaga taklif qilamiz. Marhamat. Onagina Darlamon kunlar keldi, shafaqlari ol. Bu kunlarga yetganlar bor, yetmaganlar bor. Şar tarafta şeylenşer ve sazlaşar tar. Olça günün közleringe sürtesem bir hal. Bu günlerge yetkenler var, yetmegenler var. Bağlarında yetilgüsü her meyveli şah. Rızktır bizge, rızka daim dil ilinçlidir. Oğlanların keler mana açıp kucak. Oğul kızlar meyve kabi bir şirinlidir. Onaginem o'zing tortma davralardan el chorlaganda. Tiriklikning bayrami deb sozlaganda toray. O'zing so'lg'in lablar bilan pichirlaganday. Bu kunlarga yetganlar bor, yetmaganlar bor. O'zing so'lg'in lablar bilan pichirlaganday. Bu kunlarga yetganlar bor, yetmaganlar bor. Teşekkürler. Teşekkürler.
o'ylasa ketgaymikan toshlar erib suhbatingdan bahra olsam o'ltirib na bo'lar kelsang quchog'imga kirib gulbadan